Assalomu alaykum onajonlar. Bugun sizlar bilan gidrovanna haqida gaplashamiz. Bizga ko'p savollar keladi gidrovanna haqida. Buni xususiyatlari nima? Bu har bir boladan keyin yuviladimi, yo'qmi? Shunaqa savollar ko'p keladi. Bugun shu savollarga birga javob topamiz. Gidrovannani birga tayyorlaymiz. Gidrovanna har bir boladan keyin yaxshilab yuviladi. Bizning foydalari qon aylanishini yaxshilaydi. Bolada ma'mur kojasi bor bolalarga yaxshi foyda beradi. Endi suvni to'ldirish jarayoniga keldik. Gidrovanna bo'yni tutolmayotgan chaqaloqlarga, ikroshiyasi bor chaqaloqlarga ham yaxshi foyda beradi. Gradusiga ham ko'pchilik onajonlar qiziqishadi. Buni gradusi bolaning tanasini haroratidan kelib chiqib solinadi. Bizda ko'proq 37 gradusda solinadi bola. Hamma bolani gidrovannaga tushirsa bo'ladimi degan savol keladi. Biz bolani tashxisiga qarab tavsiya qilamiz. Keyingi jarayonga o'tamiz. Vannamizga fitosol solamiz. Gidrovannamizni ko'pchilik shogirdlarimiz, onajonlarimiz qiziqadigan tomoni bu uni rangida. Bu rangda bizda 12 xil vitaminlar solinadi. Farzandingizni gidrovannaga tushirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling.